do'stlaringiz sizga umuman o'xshamas ekan. Men bularni eng yaqin do'stlarim deb yurarkanman. Bilsam bular menga do'stmas ekan. Boshingizga shunaqa bir ish tushganda bilinar ekan kimligi. Shunday. Endi nima qilmoqsiz? Hayronman. Aka, nimagadir mazam qochyapti. Iltimos, meni uyimga olib qo'ying. Xo'p bo'ladi, qani yuring. Mana, suv ichmaling. Nima bo'ldi deb so'ramaysanmi? Nimasini so'rayman? Yuzingizdan ko'rinib turibdi-yu. Gaping to'g'ri chiqdi. Ularga meni boyligim kerak ekan. Ha, do'stlaringizga boyligingiz kerak. Bizga esa o'zingiz keraksiz. Siz bo'lsa do'stlaringizdan ortmaysiz. Bolalaringizga ham vaqtingizni ajratmay qo'ydingiz. Men ularni bunaqa deb o'ylamagandim. Faqat pul deyavermasdan pulsiz ham yashashni o'rganish kerak ekan. Ha, shunaqa. Pul odamni ko'zini qo'rqib qo'yadi deb bekorga yetishmas ekanda. Hozir qolgan do'stlarimni ham bir sinab ko'raman. Jon Temur aka, qo'ying. Bunaqa qilmang. Nimaga? Ikkita do'stingizdan ayrilganingiz o'zi yetadi. Ularni nimaga do'st deysan? Ular mendan voz kechdi. Qolganlari ham sinovdan o'ta olmay qolmasin deyman-da. Bunaqa soxta do'stlarni boridan yo'q yaxshi. Xo'p, deng iltimos. Bo'shashingizdan qayta qoling. Hozir hamma meni singan deb eshitgan. Boshqa bunaqa vaziyat bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy do'st kimligini aniqlaydigan vaqt keldi. Apparat o'chirgan. Alibey o'chirib qo'yibdi. Yoki qora ro'yxatga tiqib qo'yganmikin meni? Men sizga nima dedim? Men bularni bunchalik deb o'ylamagan edim. Temur aka, qo'ying bo'ldi o'ylamang. Bu dunyoda hamma sizdan yuz o'girsa ham, biz sizdan yuz o'girmaymiz. Boringlarga shukr. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Yaxshi ham siz borsiz. Sizlarni ham bir sinab ko'rsammikin? Ho'y, har bir sinovingizdan o'tamiz. Xotir oling. Men sizlarga ishonaman. Rahmat. Men biroz yotib dam olmasam boshim og'rib ketyapti. Yuring.